Bugungi videomizda biz sizni hayratda qoluvchi va ajoyib top 3 ta modlarni obzor qilib o'tamiz. Bu modlar sizga juda ham kerakli hamda eski versiyalarga ham bemalol tusha oladi. Ushbu modlarni esa YouTube kanalimga obuna bo'lgan holda tekinga yutib olishingiz mumkin. Unda videomizni boshladi. Birinchi mod. Bu mod sizning Minecraftingizga qish faslini olib keladi hamda hamma yo'qni turli o'zini aurasi bilan sizni hayratda qoldiradi. Hamda bu modda siz qish kayfiyatini his qilasiz. Hattoki bu mod menga yoqqandan o'zim mirochib, o'zim maza qilib survival qilib yuribman, o'zim xohlagan narsalarimni olib. Mana o'zingiz ko'rib turibsizki, hamma yo'q qish qilib, mana o'tlarni ham qish qilgan. Hattoki daraxtlarning barglari ham umuman yashil emas, hammasi oppoqqina. Agar siz qish faslida maza qilib qor kayfiyatini olmoqchi bo'lsangiz, aynan shu mod bilan survival qiling. Modlar esa albatta Telegram kanalida bo'ladi. To'g'ri, hali qish kelgani yo'q, lekin men allaqachon qish faslida Minecraft o'ynab yuribman, to'g'rimi? Aytgancha bu mod hattoki sandiqlarning ham teksturasini o'zgartiradi, xuddi yangi yil kabi. O'zingiz ko'rib turibsizki, bu juda ham yangi yilni shukuhlanib beradi va aynan shu mod menga juda ham yoqdi. Ikkinchi modga keladigan bo'lsak, bu mod men yangi versiyada bo'lishimga qaramay, hamma bloklar va kerak bo'lsa hamma narsalarni eski versiyalargidek qilib qo'ygan. Mana o'zingiz ko'rib turibsizki, taxta, almas blok va hamma Minecraftda hamma narsalarni eski versiyalarga qilib qo'ygan. Men hozir yangi versiyada bo'lishimga qaramay, men o'zimni hattoki alfa versiyada yurgandek his qilyapman. O'zingiz bir ko'ring. Hattoki mana bu totemni qarang, yo'q, buncha bu kachoq. Buni albatta ko'rish kerak. Yebbat, bu totemni ko'rib o'zimni ariqdek his qilyapman. Mayli, e'tibor beramiz va mana buni qarang, hamma yo'q. Hattoki kamon ham eski versiyadagidek. Arbaletni qarang, yo'q, ishonmasanglar yangi versiyaga kirib arbaletni ko'rib keldi. Yebbat. Taxtani qaranglar, hamma yo'q eski versiyadagidek. Xuddi men o'zimni yoshligimga qaytgandek his qilyapman. Sizlar ham shunday bo'lgan bo'lsa, albatta bu modni yuklab olishni tavsiya beraman. To'g'ri, bu mod emas, tekstur pack. Bu mod lekin shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Men ham ko'pincha shu modda o'ynab yuraman shekilli yaqinda. Bu mod ham albatta Telegramda. Va nihoyat o'sha hamma kutib yurgan Spark, ya'ni o'zbek mashinalar JM mashinalaridan biri Spark modiga kelsak, bu mashina hattoki juda ham ajoyib ishlangan va bu mashinani maza qilib yurishingiz mumkin. O'zingiz ko'rib turibsizki, hatto Chevroletni logotipi ham bor. O'tirasizlarda maza qilib kibrda bosib yuraverasizlar bo'laman. O'zingiz ko'rib turibsizki, hattoki salon ham Sparknikidek birga-bir qilib ishlangan. Lekin siz mana bu Spark mashinasini bitta qo'yib o'zingizni o'zingiz minib keta olmaysiz. Birinchi Spark mashinasini qo'yasiz. Hamda liboy bitta rang, misol uchun iloji bor bunaqa qora rang bo'lsin. O'sha qora rang bilan uni ya'ni qornini cho'qashingiz kerak. Bu modni kim o'ylab topgan bilmadim, lekin uni ovqat berish kerak ekan. What the fuck? Uni o'tirib ovqat bermasangiz yemaydi ekan, eng qizig'i. Temni bosib, tem tugmasi chiqmagunicha yediravurasizlar. Keyin maylicha yedirganlaridan keyin bitta sandiqda qo'yasizlarda, orqa kapoti yopiladi. Keyin mashinaga o'tirasizlar. O'tirganlaridan keyin invertorda 3 ta nuqtani bossanglar, bu yerda narsa chiqadi. Orqasida turbicha narsa chiqadi. O'shunga kalt qo'shishinglar kerak bo'ladi. Hozir kaltni bu yerdan olamiz. Mana kalit, astag'firullah. Mana bu yerda kalit bo'ladi. O'sha kaltni olasizlarda, o'tirasizlarda, kaltni qo'yasizlar. Yo'q, qanaqa ovoz chiqdi? Shu Sparkda shunaqa ovoz chiqadi. Bitta eshitdinglarda ovozini. Hozir boshqatdan qo'yib beraman, ovozini bitta eshitdinglarda, sizlar hayron qolasizlar. Qaranglar, eshitdinglar. Yo'q, bunaqa ovoz chiqadi deb o'ylamadim, lekin Sparkda. Men hech qachon o'ylamadimki, Spark ichiga BMW ni motorini qo'yib qo'yishgan deb. Bilmadim, qayerdan bilasizlar, balkim Bugatti'nikini qo'yib qo'yishgan. What the fuck? Xullas, aynan mana shu modni ham albatta tekinga yuklab olishingiz mumkin va bu mod juda ham ajoyib. Xohlaganingizcha Spark mashinasini minsangiz bo'ladi va bu juda ham ajoyib. Men sizlarga hozir shu paytgacha ko'rsatgan modlarni qanday olishni sizlarga ko'rsatib o'taman. Buning uchun albatta YouTube kanalimga obuna bo'lasizlar va YouTube kanalimga albatta 200 tadan oshiq obunachi kelsa, men albatta videoni ikkinchi qismini olaman va albatta Telegram kanalimni qoldiraman. Toki YouTube kanalimda ancha-muncha obunachi yig'ilmaguncha Telegram kanalimga tashlamayman. Shuning uchun bu videoni ko'rgan hamma obuna bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Xullas, ko'p cho'zib o'tirmasdan videoni ham tugatamiz. Xayr demayman, ko'rishguncha aziz do'stlar.